Magazinda baton nonlari buxankadan 3 barobar qimmat turadi. Uy sharoitida arzonga baton non tayyorlaymiz. Uning uchun bizga fariman quruq drojelari kerak bo'ladi. Iliq sutga shakar, tuz, drojeni solamiz. Tez oshishini xohlasanglar, tagidan iliq suv solib qo'yamiz. Drojeni shunaqa qilib yopib qo'ysanglar, uzoq vaqt saqlanib turadi. Endi apparamiz bilan un solib va ozgina yog' solib xamir qilamiz va mikrovolnovkada oshirishga qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirlarimizni 5 bo'lakga bo'lamiz. Ustini selofan bilan yopib, shunaqa shakl beramiz va qaynab turgan suvga 10 minut dam olgan xamirlarimizni solamiz. 3-4 sekund yetadi. Bitta aylantirib olamiz va listga solib, pichoq yordamida shunaqa kesib chiqamiz. Tuxum surib, ustiga xohishga ko'ra kunjutlardan sepamiz. 20 minutda duxovkamizda pishirib olamiz. Qaranglar, qanaqa dombo bo'ldi, yumshoqqina bo'ladi. Xohishga ko'ra bolalikni eslab, masla bilan ustiga shakar sepib yeyishlar mumkin. Uzunchoq batoniga esa ko'rib turganinglardek mahsulotlarni solamiz va duxovkada va yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ramazon juda kerak bo'ladi.